va biz merning oldiga borishimiz kerak edi. Va hello do'stlar, sizlar bilan men Jack MK va bugungi videoda ko'rishib turibmiz. Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun va biz videoni boshladik va biz merning oldiga borayotgandik va votda bu qishloqmi? Nima edi menga deyapsan? Yo'qol o'zi настроением yo'q. Votda qayerga ketdi? Menga beshik bor, yo'qol. O'zi bitta qishloqlar paydo bo'lib qolibdi. Bizni shu ahvolga aylantirib qo'ydi, tovuqqa aylantirdi. Vot, demak, bularni tovuqqa aylantirgan ekan va bu merning oldiga boryapti. Mer, menga yordam bering, qo'qoq. Va bizni tovuqqa aylantirib qo'yishdi. Meni ko'ryapsizmi, mer? Bo'ldi, ko'rdim. Bo'ldi, mayli, yordam berajak. Jak, imkon boricha yordam ber qo'lingdan kelgancha. Mayli, yordam beraman. Bobaq, yordam beringlar, iltimos. Maylimi? Meni aylantirib qo'ydi. Mayli, yordam beramiz va unda harakat qilaman. Imkon boricha yordam beraman. Demak, bekorchi o'tirgandim va bu endi topish kerak. Ya'ni jinoyatchini topish kerak va biz qayerdan topsak bo'ladi jinoyatchilarni? Demak, sherga bo'lsa kerak. Yana ham tashlanib qo'ydi. Ha, senda beshik bor, yo'qol. Bizning ishimizga aralashma, yo'qol dedim. Nima, ustibga chiqib oldik. Yo'qol o'zi asab buzilib turibdi. Sen xavotirlanma, hujjatimiz bor. Ha, demak bularni hujjati bor ekan. Merni xabari yo'q, lekin mer qanday hujjatsiz qo'yil qolish kerak. Men shunday qilganimda juda ham afsuslanardi. Mer, ya'ni juda yomon bo'lardi. Mana bittasi yordam beringlar, iltimos. Yo'qol, nima buncha asab ketyapsanlar? Demak, borish kerak, yordam berish kerak. Buning xullas nima bo'lsa ham yordam berishim kerak va bu yerni o'rganmagandim. Va mana shu yer o'rganildi, hech kim yo'q va boshqasi ikkinchisi ham bo'lish kerak edi. U jinoyatchini, ya'ni shu jinoyatchini xullas biratan ko'rmadingizmi ikkinchi jinoyatchini? Ko'rganday bo'ldi, bilmadim, yana ko'zim tushmadi. Demak, bu ham ko'rgan yo'q. Mana jinoyatchilar, mana ushlandi. Izdan boraylikchi, ya'ni ortidan boraylikchi bu qishloqlarni olib ketishyapti. Bularning hujjati bor ekanmi, o'zi qonuniy qilyaptimi? Bular mutatsiya qilyaptimi, nimadirlar qilyapti. Ha, nima bo'lyapti? Hech narsa qilayotgan yo'q. Senga aytdim-ku, aralashma. Bizda hujjatimiz bor. Hujjatlaringni ko'rsatinglar. Yo'qol, boshimdan ortma, yo'qol. Demak, borish kerak va aniqlash kerak. Ma'lumotlar to'plamasdan ularni ushlab bo'lmaydi va biz ma'lumotlar to'plashimiz kerak. Biratan siz ko'rmadingizmi, ularning hujjati bormi yo'qmi? Menimcha hujjati bor, yana bilmadim. O'zing surishtirib ko'rchi. Ha, unda surishtirishga harakat qilib ko'ramiz va ketdik bo'lmasa har bir qishloqdan, ya'ni ba'zilardan so'rab chiqishim kerak va bizga topol kerak bo'ladi. Biz borib bitta yog'och olib kelishimiz kerak, ya'ni bir nechta yog'och. Bizga hozir yog'och kerak bo'layotgandi va hozircha tursinchi, boramiz. Borsak yaxshiroq va hozir borib kelganimiz juda yaxshi bo'ladi. Va hozir keyin izlaymiz. Bunda demak 4 ta qishloqi nobud bo'lyapti. Ya'ni 4 ta qishloq tovuqqa aylanib qolyapti. Bu juda katta inqiroz-da, chunki qishloqqa o'zi nechta qishloqi bor va bundan nechtasi tovuqqa aylanib qolyapti. Bu juda katta inqiroz va buni oldini olish kerak. Hujjat bormi yoki yo'qmi bilmadim, lekin borib ushlashim kerak va bu yog'ochlarni avval olib olishim kerak va ancha yog'ochlar yig'ilib qoldi. Va bizga yetib tursa kerak va bir nechta daraxt bormikan, shoxlardan daraxt chiqardi, lekin bu marta chiqmadi va biz endi ishga kirishimiz kerak va shu uy edi. Demak, hech kim yo'qmi? Bular qochib ketdi-ku. Menga yordam beringlar, meni mutatsiyaga aylantirib qo'yishdi. Yordam beringlar, iltimos. Yursang-chi, yur, men ketdim bo'lmasa, yur, tez bo'l. Mayli, tez boraylik, uyga boraylik, bo'ldi, hech kim ko'rmasin, tezroq yur, yordam beringlar, sen jim tur, bo'ldi. Nima buncha urishasan meni? Men sen ursam o'ldirib qo'yaman-ku, yo'qol. Nima jim bo'l hammang? Nima buncha o'tirib oldim buni ustiga. Yo'qol, olib ketyapti, mana mindirib. Demak, bular juda
vobshe vahshiylik qilingan va mer aniqlab bo'lmadi. Ularning hujjati bormi yo'qligini bilmadim. Men ham bilmayapman. Hujjati yo'q bo'lsa senga aytardim. Hammasini qamab tashlardik. O'zimga bilmayapman o'zim ham. Hatto demak bu ham bilmayapti. Borib aniqlash kerak. Hozircha yangiliklar yo'q. Sizlarda tajriba o'tkazilmadimi? Ko'rmayapsanmi? Bizga tajriba o'tkazilsa tovuqqa aylanardik. Hammasi tovuqqa aylanadi. 4 ta tovuqqa aylanganlari bor. Xullas tilim sevib chirib ketdi. Men boray. Demak, borib boshqalardan so'rash kerak. Aynan hozircha demak, bular yangi kelgan bo'lsa kerak. 4 tani tajriba qilingan va oldiga borish kerak va mana keldik. Hoy, nima qilyapsizlar? Sen demishing bor, bizga hujjat bor. Hujjatlaring ko'rsatinglar. Yo'qol, boshimni og'ritma. Men senga nima dedim? Yo'qol, aralashma. Aralashsak seni ham butachchaga aylantiramiz. Hujjatimiz bor. Demak, mani ya. Ha, sani hammangni aylantirib qo'yamiz. Qo'limizdan hamma narsa keladi. Yo'qol, seni ishing bo'lmasin. Ko'p gap eshikka yuk deganda yo'qol bo'ldi. Demak, boshqalardan so'rash kerak. Kim bo'lmasa, bularni qamab qolamiz va bular hujjatini hozircha ko'rsatishgan yo'q. Nimamcha aylanib qoldim. Borib tezroq aniqlik kiritishim kerak. Mer, manaki merning oldiga keldim. Mer, bular hammamizni o'ldirmoqchi ekan. Voydod, yordam beringlar. Bor, tez to'xtat hammasini. Bor, hibsga olinadimi? Nimalardir qil, bo'ldi tez. Boshimni og'ritma seni. Hammalaring boshlaringga urib qoladi shu paytda. Demak, borib hibsga olamizmi yoki hozircha isbot kerak. Isbotsiz hibsga olish nolga teng, chunki bular balki hujjati bordir, balki yo'qdir, kim bilib turibdi. Borib aniqlaylikchi. Bordik, mana keldik. Yur, mana yoqqa hammang yur. Qayerga yo'q bo'lib qoldi bular? Qayerga ketdi? Yo'q bo'lib qolibdi. Aniqlash kerak va ularni ushlash kerak. Mana bu yoqqa ketayotgan ekan va mana ushlandi. Tezroq yur. Mana ushlandi. Endi merda tajriba o'tkazmoqchimi? Nima buncha ular? Mana kelyapti mer. Yordam ber, yordam beringlar. Bo'ldi, mer, mana yuray bo'ldi. Boshimizni og'ritmay. Hujjatlaringni ko'rsatinglar. Hujjatimiz yo'q edi, to'g'risi. Unda qamoqqa ketasizlar. Vaqtincha qamalib tursalaring juda yaxshi bo'ladi va biz bu yerga kirmanglar. Baribir bo'lmaydi. Tepadan sakrab qochib ketishlaring mumkin. Qochib to'ray uzoqqa. Mana kiryapti bular. Va manaki kirdi, ajoyib. Endi biz yopib qo'yib vaqtincha qo'yib qo'yamiz va keyin bu yerga narsalarni olib kelamiz. Ya'ni sud zali quramiz. Ochiqlikda sud zali qurishimiz kerak va merning oldiga borishim kerak. Mer bilan uchrashaylikchi. Mer sud zalini quraymi? Ha, qo'rqaysiz, bo'l. Tezroq sudni boshlayveraylik. Ha, bo'ldi. Unda qayerdan qursak bo'ladi? Bu yerda mer yo'q hozircha va qayerga ketdi mer? Ha, mana mer mana o'zi qurib boshladim. Mayli, endi unda mana shu yerdan quramiz. Mana shu yer ochiqlik ekan, qolgan joy uy o'rab olingan ekan. Bizga toshlar kerak bo'ladi va toshlarni o'zim olib ketaversam ham bo'ladi va ya'ni kerkalar kerak bo'ladi. Kerka bilan buni olib borib toshlar to'plab kelamiz va qayerdan olsam bo'ladi? Ha, mana shu 1 yillik omadimni ishlatib qo'ygan joyimni olaman. Mana shu yerga daraxtni egib qo'yay. Bir marta egib qo'ysam bo'laveradi. Shu yerdan o'sib tursa yaxshi. Ko'rkiga ko'rk qo'shib turadi va biz shu yerdan olaveramiz. Mana shu yer eng yaqin joyda. Boshqa joylarga ko'rganim yo'q edim. Bu yerga qishloqqa ko'chib kelganimdan beri va mana shu yerdan olaveramiz. Va mana shu ajoyib. Endi qolgan joylarni ham olishimiz kerak. Va bizga anchagina tosh kerak bo'ladi. Sud zali oddiydan qurilib qolmaydi. Shuning uchun ko'proq toshni to'plab olib borsak, ortiqcha qolib ketganlari o'zimizga kerak bo'ladi va ya'ni o'zimga kerak bo'ladi. Va mana anchagina toshlarni to'pladim va bir qator toshlarni olsam yetaveradi va mer o'ylagancha qurib beraman. Ya'ni mer istaganidek qilib qurib bera olaman va mana shu yetsa kerak. Endi boramiz va mana shu yerdan 2 ta olib qo'yaylik. Avvalgi videoda bitta olgan edim, ko'proq ketish uchun. Va mana shu tashlandiq uy hali ham turibdi. Hech kim tegingan yo'q va teginishga ya'ni kuchi ham yetmaydi va biz mana shu yerdan quramiz. Bo'lmaydi.
mana shu yerdan quramiz va ajoyib. Biz birinchi bo'lib o'tlarni olishimiz kerak, ya'ni o't o'lanlarni olishimiz kerak. Olib o'tirmaymiz. Короче, mana shu yerdan mer turadi va qolgan joyda kim tursa turaversin, meni ishim yo'q. Merning joyini qilib bersam bo'ldi va mana shu yerga tursa yana bitta qo'ysak va ajoyib sud zali qurilyapti. Ya'ni ochiqlikdagi sud zal qurilyapti va biz sud zalni ajoyib qilib qurib berdik. Yana ikkita blok qo'ysak bo'ldi, ajoyib. Endi tovuqlarning joyini qilamiz. Tovuqlarning joyi 4 ta tovuqqa 4 ta shunchaki bloklarni qo'yib qo'ysak yetaveradi va mana ajoyib va qurilib boshlandi va bu yerga ikkita qishloqlarni qo'yib qo'yaylik. Qishloq tovuqlarning joyi ham tayyor. Bu la'nat qishloqlarning joyi ham tayyor. Endi merga xabar beramiz. Mer qayerda ekan? Xullas mana shu yerda bo'lsa kerak, chunki shu yerda turadi. Ketdik, tezroq yo'l bo'l, sudlaylik, tezroq qamayib taylaylik. Mana bular ham tayyor. Bu tovuqlarni ham aytdim. Endi bular ham tayyor. Hammasi tayyor. Endi bu chiqay tez bo'l. Nimamcha shoshilmaysan? Tezroq qamaylik. Bo'ldi edi. Mana vatta. Bular nimamcha urishib ketadi? Urishmanglar. Valdi, tovuqlar. Nimaga bizni tovuqqa aylantirib qo'yding? La'nati qaqa. Vatta bir urishadi. Bo'ldi, sudlangan bo'lsa kerak. Endi qamaymiz, umrbodga qamaymiz. Haqqoniy bo'ldi. Endi yaxshi. Endi qolgan bloklarni mayli shu la'natiga bo'lsa ham ishlatib yuboraylik. Bittasi o'ldi. Afsuslanib, siqilib o'lib ketsa kerak va bo'ldi. Va xullas, do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.